ishxonamizni ustiga ko'rmajlisi boshlandi. Tasadduq! Shu korxonaning rahbari sifatida yil yakunida hammani iqtidoriga qarab mukofotlayman. Birinchi bo'lib ishxonamiz axborotchisi, hamma ma'lumotni yetkazuvchisi. Qisqaga aytganda ishxonamiz qulog'i. Marhamat. Keling, marhamat. Qo'limdagi varonka bilan kelasi yil ishxonamizdan tashqarida bo'lgan ma'lumotlarni ham yetkazishingizni tilab qolaman. Marhamat. Rahmat. Men quloqligimdan faxrlanaman. Bergan ishonchinglarni oqlayman. Endi bu kerak emas. Kimlar hadda gapiryapti? Endi ikkinchi nominatsiya. Ishxonamizda hammani orqasini ko'lagan. 2-3 xodimni dumini tukorga. Qisqa qilib aytganda, ishxonamiz ketko'lar marhamat. Rahmat. Kelasi yil hamma xodimlarimizni ketini yaxshilab ko'lishingiz uchun mana bunaqa qalingina cho'p sizga sovg'a qiladi. Oling. Men hammanglar ishonchinglarni oqlayman. Qarang, xo'jayin, ana teshib qo'yib, yangi kobalt topdi. Oyliga kobalt olsa bo'ladimi, xo'jayin? Siz uni ketini yaxshilab ko'ling bor. Hali ko'lab 7 ta jiyman. Endi oxirgi nominatsiya. Bu meni lubimchigim. Sizlar ham mehribonrog'i bor. Ismlarini bilmayman. Paxtajon Bekirman. Rahmat. Kela qoling. Ishxonamizda kelasi yil bundan ham katta paxtadan qo'shish uchun mana sizga katta turgan paxta ola qoling. Rahmat. Ey zo'r xo'jayin, bizni xo'jayinimiz qasinglar. Mana o'tira qoling. Qattiq joyga o'tirmang. Mana sizga yumshoq paxta, o'tiring xo'jayin. Menga hech narsa yo'qmi? Xafa bo'lmang. Siz hamma xodimlarni chaynasiz, g'iybatchi bo'lsangiz, mana sizga Qichchu TVga intervyuga tayyorman. Voy, mazza qilib g'iybat qilar ekanman-da. Iloji bo'lsa u artistlarni urishtirib, ajrashtirib yuboring. Endi siz ham bir yolg'on motivatsiyalar bilan ishchilarni ruhlantirib qo'ying. Shunaqami hammani. Hop do'stlar, kelasi yil hammalarning oyliklarini 50% ga ko'tarib yuboraman. Aferin, ajoyib yolg'on bo'ldi. La plaque Marisol, ça décoiffe. Là à côté de la plaque Marisol, ça décoiffe.